Klaus Schwab. 4-chi sanoat inqilobi. 16-chi o'zgarish. Bitcoin va blockchain. Burilish nuqtasi. Jahon yalpi ichki mahsulotining 10% blockchain texnologiyasida saqlanadi. 2025-yilga borib, so'rovnoma ishtirokchilarining 58% ushbu burilish nuqtasi sodir bo'lishini taxmin qilgan. Bitcoin va boshqa raqamli pul birliklari blockchain deb ataluvchi taqsimlangan ishonch mexanizmi g'oyasiga asoslanadi. Bu ma'lum oldi-sotdi o'tkazmalarini markazlashmagan tarzda kuzatish imkonini beradi. Hozirgi paytda Bitcoinning umumiy qiymati 20 milliard AQSh dollari yoki jahon yalpi ichki mahsulotining 0,25% ni tashkil qiladi. Ijobiy ta'sirlari. Blockchain texnologiyalari ommalashib borishi bilan rivojlanayotgan bozorlarda moliyaviy xizmatlarning ko'payishi, yangi xizmatlar va ayirboshlash tizimlari bevosita blockchain asosida yaratilgani tufayli an'anaviy moliyaviy tashkilotlarning vositachilik o'rni yo'qolishi, savdo qilinadigan tovar va xizmat turlari kengayishi, rivojlanayotgan bozorlarda xususiy mulkni rasmiylashtirishning yengillashuvi, sotish mumkin bo'lgan tovarlar sonining ortishi, aloqalar va boshqa yuridik xizmatlar blockchain kodlariga bog'liq bo'lib qoladi va ularning uchinchi shaxs ishtirokidagi buzilmas shartnomalarga yoki dasturiy jihatdan ishlab chiqilgan aqlli shartnomalarga aylanadi. Shaffoflikning ortishi. Chunki blockchain umuman olganda barcha oldi-sotdi o'tkazmalarini qayd etib boruvchi global buxgalterlik kitobidir. O'zgarish amalda. smartcontracts.com ma'lum shartlarni bajarilgach, mijozlarga vositachi ishtirokisiz daromadlarni adolatli bo'lib beruvchi dasturlanadigan shartnomalarni taklif qiladi. Ular blockchainda o'z-o'zidan amalga oshuvchi ko'rinishda qayd etilgan. Bu esa tomonlarning shartnoma majburiyatlarini bajarish uchun uchinchi tomon nazorat qilishiga ehtiyoj qoldirmaydi. 17-o'zgarish. Baham ko'rish iqtisodiyoti. Burilish nuqtasi. Ijaraga olingan avtomobillardagi sayohat global miqyosda shaxsiy mashinadagi sayohatlarga qaraganda ko'proq bo'ladi. 2025-yilga borib, so'rovnoma ishtirokchilarining 67% ushbu burilish nuqtasi sodir bo'lishini taxmin qilgan. Umumiy tasavvurlarga ko'ra, baham ko'rish iqtisodiyoti alohida shaxslar va takomillashtirilgan jismoniy vosita yoki xizmatlardan birgalikda foydalanishdir. Avval unchalik samarasiz yoki umuman ilojsiz bo'lgan bunday xizmatlar endilikda texnologiya tufayli yuzaga keldi. Bunday texnologiyalarga onlayn bozorlar, mobil ilovalar, joylashuvni aniqlash xizmati kabilar kiradi. Natijada tizimda oldi-sotdi o'tkazmalari, xarajatlar va tushunmovchiliklar kamaydi. Barcha ishtirokchilar oz bo'lsa-da iqtisodiy foyda ko'rish imkoni paydo bo'ldi. Baham ko'rish iqtisodiyotiga eng ko'p tarqalgan misol sifatida transport tizimini keltirish mumkin. Zipcar an'anaviy ijara kompaniyalaridan ko'ra qisqaroq muddatda va arzonroq narx evaziga avtomobillardan birgalikda foydalanish imkonini berdi. Turo biror shaxsiy avtomobilni topish va undan foydalanish uchun olib turishga yordam beruvchi platforma xizmatini taklif qiladi. Uber va Lyft joyini aniqlash va mobil ilovalar yordamida yakka shaxslar tomonidan taksi xizmatlarini ancha samaraliroq taklif etadi. Bundan tashqari, ular juda tez xizmat ko'rsatadi. Baham ko'rish iqtisodiyotining turli tarkibiy qismlari, o'ziga xos jihatlari va tariflari mavjud. Texnologiyalarga imkon berishda, egalik qilishdan ko'ra foydalanishning ustun qo'yilishi, teng ishtirokchilar o'rtasidagi kompaniya mulkidan ko'ra shaxsiy mulkdan birga foydalanish, qo'llashning qulayligi, ijtimoiy munosabatlarning kengayishi, birgalikda iste'mol qilish, iste'molchilar bilan ochiq muloqot qilish va natijada ishonchning ortishi. Bu xususiyatlarning hammasi ham baham ko'rish iqtisodiyoti kelishuvlarda kuzatilavermasligi mumkin. Ijobiy ta'sirlari. Uskunalar va boshqa moddiy resurslardan foydalanish imkonining kengayishi, atrof-muhitga ijobiy ta'sir, shaxsiy xizmatlar sonining ortishi, joriy pul oqimi hisobiga yashay olish, resurslardan to'laqonli foydalanish, omma bilan to'g'ridan-to'g'ri tezkor aloqa tufayli ishonchni uzoq vaqt suiiste'mol qilishning kamayishi, ikkilamchi iqtisodiyotning yuzaga kelishi. Salbiy ta'sirlari. Ish yo'qotgandan keyingi chidamlilikning pasayishi, shartnomaga, vazifaga asoslangan ishlarning ko'payishi, mazkur potensial soyadagi iqtisodiyot baholashining qiyinlashuvi, qisqa muddatga ishonchni suiiste'mol qilish imkonining kengayishi, tizimda mavjud sarmoya kapitalining kamayishi, noma'lum yoki ikki tomonlama ta'sirlari, mulk va resurslarga egalik qilishning o'zgarishi, yangi opuna modellari, shaxsiy jamg'armalarning kamayishi, badavlat va o'ziga to'q bo'lish nima ekani haqidagi tushunchalar noaniqligi, ish tushunchasining o'zgarishi, ushbu potensial soyadagi iqtisodiyotni baholashdagi qiyinchiliklar, soliq va tartibga solish xizmatining egalik qilish, sotishga asoslangan modellardan foydalanishga asoslangan modellariga o'tishi. O'zgarish amalda.
Mulkchilikning asosiy tushunchasi mana shu rivojlanish zamirida yotadi va quyidagi savollarda o'z aksini topadi. Eng katta chakana savdo kompaniyasi o'z do'koni yo'qmi? Tunab qolish uchun joylar taklif qiluvchi eng yirik tashkilotda aslida birorta ham mehmonxona yo'qmi? Transport xizmati bilan shug'ullanuvchi eng yirik kompaniya bitta ham avtomobilga egalik qilmaydimi? 18-o'zgarish: hukumatlar va blokcheyn. Burilish nuqtasi: hukumat tomonidan soliq birinchi marta blokcheyn orqali yig'ib olinadi. 2025-yilga borib so'rovnoma ishtirokchilarining 73% ushbu burilish nuqtasi sodir bo'lishini taxmin qilgan. Blokcheyn texnologiyasi davlatlar uchun ko'plab imkoniyatlar qatorida ayrim muammolarni ham yaratadi. Bir tomondan tizim hech bir markaziy bank tomonidan nazorat qilinmaydi. Bu esa pul, kredit siyosati ustidan nazoratning kamayishi demakdir. Boshqa tomondan u blokcheynga asoslangan yangi soliq mexanizmlarini yaratishga imkon beradi. Noma'lum yoki ikki tomonlama ta'siri: markaziy bank va pul siyosati, poraxo'rlik, real vaqtda soliqqa tortish, hukumatning roli. O'zgarish amalda: 2015-yilda fuqarolar shaxsini blokcheyn texnologiyasi asosida tasdiqlovchi birinchi virtual millat BitNation yaratildi. Xuddi shu davrda Estoniya blokcheyn texnologiyasini tatbiq qilgan ilk hukumat bo'ldi. 19-o'zgarish: 3D printlash va ishlab chiqarish. Burilish nuqtasi: birinchi 3D printlangan mashina ishlab chiqariladi. 2025-yilga borib so'rovnoma ishtirokchilarining 84% ushbu burilish nuqtasi sodir bo'lishini taxmin qilgan. 3D printlash yoki additiv ishlab chiqarish 3D surat yoki modeldan foydalangan holda moddiy obyektni qavatma-qavat yasab borish jarayonidir. 4 qavatma-qavat tayyorlashni tasavvur qiling. 3D printlash o'ta murakkab mahsulotlarni ham murakkab qurilmalarsiz yaratish imkonini beradi. Keyinchalik 3D printerda turli materiallardan foydalanish mumkin bo'ladi. Natijada ilgari butun boshli zavod bajargan ishni bitta printerning o'zi bajara oladi. Bu texnologiya allaqachon shamol turbinalaridan tortib to o'yinchoqlar ishlab chiqarishgacha bo'lgan turli sohalarda ishlatilmoqda. Vaqt o'tishi bilan 3D printerlar tezlik, narx va o'lcham kabi to'siqlarni yengib o'tib, barcha sohalarga kirib boradi. Gartner kompaniyasi o'sish sikli sxemasini ishlab chiqdi. Unda 3D printlash imkoniyatlari rivojlanishining turli bosqichlari va ularning iqtisodiyotiga ta'sir keltirilgan. Sxemaga ko'ra texnologiyaning biznesda qo'llanilishi ma'rifatning asta-sekin ortib borishi bosqichidir. Ijobiy ta'sirlari: yangi mahsulot yaratishning tezlashuvi, dizaynlashda ishlab chiqarishgacha bo'lgan muddatning qisqarishi, avval yaratish qiyin yoki ilojsiz bo'lgan murakkab qismlarni osonlik bilan ishlab chiqarish, mahsulot dizaynerlariga talab ortishi, ta'lim tashkilotlari o'qitish va tushunish yaxshilash uchun 3D printlashdan foydalanish, yangi mahsulotlarni yaratish va ishlab chiqarishning demokratlashuvi, an'anaviy ishlab chiqaruvchilarning yangi raqobat muhitida xarajatlar va minimal ishlab chiqarish hajmini kichraytirishi. Turli buyumlarni printlashda ommaviy reja sonining oshishi, printlash uchun materiallar ishlab chiqaruvchi yangi sanoat sohasi paydo bo'lishi, sohada tadbirkorlik bilan shug'ullanish imkoniyatlarining ko'payishi, transportda tashishga talabning kamayishi hisobiga ekologiyaga ijobiy ta'sir. Salbiy ta'sirlari: ishlab chiqarish chiqindilari ko'payishi hisobiga atrof muhitga qo'shimcha yuklama tushishi, mahsulotlarni qavatma-qavat ishlab chiqarish jarayonida izotrop bo'lmagan qismlarning ishlab chiqarilishi, ya'ni ularning mustahkamligi barcha holatlarda ham bir xil emas. Bu qismlarning funksionalligini cheklashi mumkin. O'zgarishlarga uchragan sanoatda ish o'rinlarining yo'qolishi, intellektual mulkning mahsuldorlik qiymati manbai sifatidagi ustuvorligi, mualliflik huquqining buzilishi, brendlar va mahsulot sifati. Noma'lum yoki ikki tomonlama ta'sirlari: deyarli har qanday innovatsiyadan darhol nusxa ko'chirib olish mumkinligi ehtimoli. O'zgarish amalda: 3D printlashning ishlab chiqarish sohasida qo'llanishiga Fortune jurnalining maqolalaridan birida shunday misol keltirilgan. General Electric kompaniyasining LEAP reaktiv dvigateli nafaqat kompaniyaning eng ko'p sotilayotgan mahsuloti, balki to'laligicha additiv ishlab chiqarish yordamida tayyorlangan yonilg'i quyish moslamasi ham o'z ichiga oladi. Ayni jarayon aniq raqamli reja asosida material qatlamlarini qavatma-qavat yaratish o'z ichiga oladi. General Electric hozirda yangi LEAP dvigatellarini sinovdan o'tkazmoqda, ammo additiv ishlab chiqarishning samarasi boshqa modellarda o'z isbotini topishga ulgurgan. 20-o'zgarish: 3D printlash va inson salomatligi. Burilish nuqtasi: 3D printlangan jigar ilk marta organizmga ko'chirib o'tkaziladi. 2025-yilga borib so'rovnoma ishtirokchilarining 76% ushbu burilish nuqtasi sodir bo'lishini taxmin qilgan. Bir kun kelib 3D printerlar nafaqat mahsulotlar, balki bioprintlash deb nomlanadigan jarayon orqali inson tana a'zolarini ham yarata oladi.
Xuddi boshqa mahsulotlar singari tana a'zosi ham raqamli 3D model asosida qavatma-qavat printlanadi. Albatta, bioprintlashdagi xomashyo velosiped ishlab chiqarishdagidan farq qiladi. Ish beradigan materiallarni aniqlash maqsadida ko'plab tajribalar o'tkazish mumkin. Bunday materiallardan biri suyak yasashda qo'llanuvchi titan kukunidir. 3D printlash individual ehtiyojlarni qondirishda ulkan imkoniyatlarga ega. Inson tanasidan ko'ra ko'proq o'rganilgan narsani esa topish qiyin. Ijobiy ta'sirlar. Donor organlarining yetishmovchiligining bartaraf etilishi. Qo'l, oyoq yoki tananing boshqa qismi protezlarini printlash. Operatsiyadan oldin bemor uchun zarur bo'ladigan qismlar. Individuallashtirilgan tibbiyot har bir bemorga turli tana a'zolari, qimmat yoki topish qiyin bo'lgan tibbiy uskunalarni printlash. Tish implantatlari, elektrokardiostimulyatorlar, singan suyaklar uchun mixlarni import qilmasdan shifoxonaning o'zida printlash va shu yo'l bilan xarajatlarni kamaytirish. Printlangan organlar yaratilishi tufayli yangi dorilarni sinab ko'rishda tub o'zgarishlar. Oziq-ovqat mahsulotlarini printlash va shu yo'l bilan oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash. Salbiy ta'sirlari. Tana a'zolari, tibbiy jihozlar va oziq-ovqatning nazoratsiz ishlab chiqarilishi. Ishlab chiqarish chiqindilarining ko'payishi hisobiga atrof muhitga salbiy ta'sir. Tana a'zolari va tanani printlash tufayli kelib chiqadigan yirik axloqiy savollar. Ularni ishlab chiqarish kim nazorat qiladi? Yaratilgan a'zolar sifatiga kim javobgar bo'ladi? Sog'lom turmush tarziga nojo'ya ta'sir. Agar hamma narsani yangilash mumkin bo'lsa, sog'lom hayot tarzining nima keragi bor? Oziq-ovqat mahsulotlarini printlashning qishloq xo'jaligiga ta'siri. O'zgarish amalda. Birinchi 3D printlangan umurtqa ishlatilishi to'g'risida Popular Science jurnali xabar berilgan. 2014-yilda Pekin universiteti 3-sonli klinikasi shifokorlari birinchi marta 3D printlangan umurtqani yosh bemor bo'yinidagi o'smadan zararlangan umurtqa bilan almashtirishga muvaffaq bo'ldi. Yangi umurtqa bolaning mavjud umurtqasi asosida yaratildi. Natijada integratsiya jarayoni osonroq kechdi. 21-o'zgarish. 3D printlash va iste'mol tovarlari. Burilish nuqtasi. Iste'mol tovarlarining 5% 3D printlash orqali ishlab chiqariladi. 2025-yilga borib so'rovnoma ishtirokchilarining 81% ushbu burilish nuqtasi sodir bo'lishini taxmin qilgan. 3D printlashni printeri bor har qanday odam amalga oshira olgani sababli odatiy iste'mol tovarlarini do'kondan sotib olish o'rniga zarurat tug'ilganda o'sha joyning o'zida ishlab chiqarish mumkin bo'ladi. 3D printer oxir-oqibat ofis yoki hatto uy jihoziga aylanishi mumkin. Natijada iste'mol tovarlari narxi pasayadi va 3D printlangan mahsulotlar miqdori ortadi. 7-rasmda 3D printlashni qator iste'mol tovarlari yaratish va ishlab chiqarishda qo'llash imkoniyatlari keltirilgan. Ijobiy ta'sirlari. Shaxsiy talablarga mos mahsulot va ishlab chiqarish. Maxsus yangi tovarlar ishlab chiqarish va ularni sotish orqali daromad olish. Har bir mijoz mahsulot uchun turlicha talablarga ega bo'lgan hollarda 3D printlashning o'sishi. Logistika xarajatlarining kamayishi va ulkan miqdordagi quvvatning tejab qolinishi. Mahalliy ishlab chiqarishning rivojlanishi, logistikaga ketgan xarajatlar kamayishi tufayli foyda oladigan o'z mahsulotining yaratilishi. Salbiy ta'sirlari. Global va mintaqaviy ta'minot zanjiri hamda logistika. Talab kamayishi ish o'rinlarining qisqarishiga olib keladi. Qurol-yarog' ustidan nazorat, xavf tug'diruvchi vositalarni printlangan imkoniyati paydo bo'lishi. Ishlab chiqarish chiqindilarida ko'payishi hisobiga atrof muhitga qo'shimcha yuklama tushishi. Mahsulotlarni nazorat qilish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, savdo to'siqlari, patentlar, soliq va hukumatning boshqa ta'sirlaridagi chuqur o'zgarishlar, moslashish bilan bog'liq muammolar. O'zgarishlar amalda. 2014-yilda deyarli 133 ming dona 3D printer sotilgan. Bu 2013-yilga qaraganda 68% ko'p demakdir. Ularning ko'pi 10 ming AQSh dollaridan arzon turadi va laboratoriyalar, maktablar hamda kichik ishlab chiqaruvchilar foydalanishi mumkin. Natijada 3D materiallar va xizmatlar ko'lami sezilarli darajada o'sib, 3,3 milliard AQSh dollariga yetdi. 22-o'zgarish. Loyihalangan mavjudotlar. Burilish nuqtasi. Genomi maqsadli va bevosita o'zgartirilgan birinchi chaqaloq tug'ildi. Asrimiz boshidan beri odam genomini to'liq sekvenslash narxi 1 million marta arzonlashdi. 2003-yilda inson genomi loyihasi birinchi genomni yaratish uchun 2,7 milliard AQSh dollari sarflagan. 2009-yilga kelib bu miqdor 100 ming dollargacha kamaydi. Hozirgi paytda esa ixtisoslashgan laboratoriyalar butun boshli odam genomini 1000 dollardan kamroqqa sekvenslaydi. Xuddi shunday trend CRISPR Cas9 uslubi ishlab chiqilgach, genom tahrirlash sohasidagi ham kuzatildi. Bu usul boshqalardan samaraliligi va arzonligi bilan ajralib turgani sababli keng ommalashdi. Shunday ekan, haqiqiy inqilob bir guruh
Fidoyi olimlarning birdan o'simlik va hayvonlar genomini o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lishda emas, balki yangi sekvenslash hamda tahrirlash texnologiyalari ta'minlagan qulaylikdadir. Bu esa tajribalar o'tkazishga qodir tadqiqotchilar sonini sezilarli oshiradi. Ijobiy ta'sirlari: ekinlar va ularni yetishtirish usullari kuchliroq, samaraliroq hamda mahsuldorroq bo'lgani sababli qishloq xo'jaligida hosildorlikning o'sishi, individuallashtirilgan tibbiyot tufayli muolaja samaradorligining ortishi, tezroq, aniqroq va kam invaziv tibbiy tashxis usullari, insoniyatning tabiatga ta'siri yaxshiroq tushishi, eski kasalliklar va ular keltiradigan azob-uqubatlarning kamayishi. Salbiy ta'sirlari: genetik jihatdan o'zgartirilgan o'simlik yoki hayvonlarning inson salomatligi yoki atrof muhitga salbiy ta'siri xavfi, davo muolajalarining yuqori narxi tufayli tengsizlikning kuchayishi, jamiyatning gen tahririga noroziligi va uni inkor etishi, hukumat va kompaniyalarning genetik ma'lumotlardan noto'g'ri foydalanishi, genomni tahrirlash texnologiyalarining axloqiy jihatlari borasida xalqaro miqyosdagi kelishmovchiliklar. Noma'lum yoki ikki tomonlama ta'sir: umr ko'rish davomiyligining uzayishi, inson tabiati borasidagi axloqiy dilemmalar, madaniy o'zgarishlar. O'zgarish amalda 2015-yil mart oyida bir guruh yetakchi olimlar odam embrionlarini tahrirlash to'g'risida moratoriy joriy qilishga chaqirib, Nature jurnalida maqola chiqarishdi. Ular maqolada bunday tadqiqotlarning axloqiy oqibatlari va xavfsizligidan jiddiy xavotirlarini bildirishgan. Bir oy o'tar-o'tmas 2015-yil aprel oyida Guanzhoudagi Yansen universitetida Chunsan Tzu Huan boshchiligidagi bir guruh olimlar odam embrioni DNKsini o'zgartirish bo'yicha birinchi ilmiy ishni chop etishdi. 23-o'zgarish. Neyrotexnologiyalar. Burilish nuqtasi. Miyasiga to'liq sun'iy xotira o'rnatilgan birinchi odam. Xoh individual, xoh jamoaviy darajada bo'lsin, inson miyasi qanday ishlashini yaxshiroq tushunish, foyda ko'rmaydigan shaxsiy yoki professional hayot jabhasi yo'q. So'nggi bir necha yilda eng ko'p moliyalashtirilgan 2 tadqiqot dasturi miya fanlari bo'yicha amalga oshirilgani ham bu fikrni tasdiqlaydi. Bulardan birinchisi so'nggi 10 yil davomida Yevropa komissiyasi tomonidan moliyalashtirilayotgan 1 milliard yevrolik inson miyasi loyihasi bo'lsa, ikkinchisi prezident Obamaning Brain tashabbusidir. Garchi bu loyihalar asosan ilmiy va tibbiy tadqiqotlarga yo'naltirilgan bo'lsa-da, hayotimizning boshqa sohalarida ham neyrotexnologiyalar va ularning ahamiyati kuchayib borayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Neyrotexnologiya miya faoliyatini kuzatish, undagi o'zgarishlarni hamda uning dunyo bilan o'zaro ta'sirini o'rganishga asoslanadi. Misol uchun 2015-yilda miya faoliyatini tekshiruvchi ko'chma qurilmalar narxi sezilarli arzonladi. Natijada misli ko'rilmagan imkoniyatlar eshigi ochildi va nafaqat neyrologiya sohasi, balki ijtimoiy miqyosda ham inqilob ro'y berdi. Ijobiy ta'sirlari: jismoniy imkoniyati cheklangan odamlar endilikda protez qo'l-oyoqlar yoki aravachalarni miyasi bilan boshqara oladi. Neyromunosabat yoki real vaqt rejimida miya faoliyatini kuzatish qobiliyati giyohvandlikka qarshi kurashish, ovqatlanishni tartibga solish, sportni tortib sinfdagi mashg'ulotlargacha bo'lgan hollarda akademik ko'rsatkichlarni yaxshilash uchun cheksiz imkoniyatlar eshigini ochadi. Miya faoliyati bilan bog'liq ulkan hajmdagi ma'lumotlarni to'plash, saqlash, qayta ishlash va solishtirish miya kasalliklari va ruhiy salomatlik muammolarini tashxislash hamda davolash samaradorligini oshirishi mumkin. Qonun ishlarining yakka tartibda ko'rib chiqilishini ta'minlash va jinoiy ishlar bo'yicha javobgarlik masalalarini hozirgidek umumlashgan holda emas, balki tabaqalashgan holda hal etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Neyrologiyaga oid bilimlar asosida yaratilgan yangi avlod kompyuterlarni xuddi inson bosh miya po'stlog'i singari fikrlash, oldindan ko'ra bilish va javob qaytarish imkoniga ega bo'ladi. Salbiy ta'sirlari: miyaga asoslangan diskriminatsiya. Insonlar faqat miyadan iborat emas, shu sababli faqat miya faoliyatini baholashga asoslangan holda yuridik kadrlarni yollash, iste'molchi xulq-atvori yoki ta'lim sohalaridagi qarorlar qabul qilishi xavfi mavjud. Fikrlar, orzu va istaklar oshkor bo'lib, shaxsiyat maxfiyligini yo'qolib ketishida qo'rquv. Neyrologiya imkoniyatlari haddan tashqari ortib ketishi tufayli yaratuvchanlik yoki insonlar o'rtasidagi muloqotning asta-sekin yo'qolishidan qo'rquv. Inson va mashina orasidagi chegaraning yo'qolib borishi. Noma'lum yoki ikki tomonlama ta'sir: madaniy o'zgarish, aloqa tizimining moddiy jismlardan ajralishi, unumdorlikning ortishi, inson kognitiv imkoniyatlarining kengayishi, yangi xulq-atvor turlari paydo bo'lishiga olib kelishi. O'zgarish amalda: bosh miya po'stlog'idagi o'xshash ayrim kompyuterlar algoritmlari allaqachon odamlarni kompyuterlardan ajratishda foydalanilgan zamonaviy kapcha testlarini yecha olish qobiliyatini namoyish etgan. Avtomobil sanoat haydovchi uyg'oqligi va e'tiborni kuzatib borib, u uxlab qolganda mashinani to'xtatuvchi monitoring tizimlarini ishlab chiqdi.
Xitoyda aqlli kompyuter dasturlaridan biri IQ testlarida ko'p odamlardan balandroq natijaga erishdi. IBM kompaniyasining Watson superkompyuteri millionlab bemorlar hujjatlari va ma'lumotlar bazasini o'rganib chiqqach, shifokorlarga murakkab ehtiyojli bemorlarni davolash usullarini tanlashda yordam bera boshladi. Neuromorf ta'sir sensorlari batareyalardan foydalanishdan tortib robot texnologiyalarigacha bo'lgan sohalarda katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Neyroprotezlar imkoniyati cheklangan odamlarga sun'iy a'zolarni va eksoskeletni boshqarish imkonini beradi. Ko'rish qobiliyatini yo'qotgan ayrim odamlarga ko'ra oladi. DARPA tomonidan amalga oshirilgan RAM loyihasi xotirani tiklash va kuchaytirish borasidagi dastlabki urinishlardandir. MTI nevrologlari isbotlashicha, sichqonlardagi ruhiy tushkunlik alomatlarini yoqimli xotiralar sun'iy ravishda qayta tiklash yo'li bilan yo'qotishi mumkin. Va Klaus Schwabning 4-sanoat inqilobi kitobi o'z nihoyasiga yetdi.